Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevga yoqilg'i energetika sohasida fuqarolar murojaatlari hamda ularda ko'tarilgan muammolarni kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik doirasida bartaraf etish yuzasidan axborot berildi. Mamlakatimizda yangi O'zbekistonni barpo etish jarayonida energetika sohasini modernizatsiya qilish, energiya xavfsizligini mustahkamlash va aholini barqaror elektr energiyasi hamda tabiiy gaz bilan ta'minlash davlatimiz siyosatining strategik ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Buni quyidagi raqamlar ham aks ettirib turibdi. Energetika tarmog'iga 35 milliard dollardan ortiq xorijiy sarmoyalar jalb qilinib, 9000 megawattdan ziyod yangi generatsiya quvvatlari yaratildi. Buning natijasida mamlakatda elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi 2017-yildagi 60 milliard kilovat soatdan 86.5 milliard kilovat soatga yetdi. Shu bilan birga qariyb 5000 megawatt quvvatga ega quyosh va shamol elektr stansiyalari ishga tushirilib, yashil energetikaning ulushi izchil oshib bormoqda. Respublika bo'ylab 69000 kilometr elektr tarmoqlari, 14000 dan ortiq transformator punktlari va yuqori kuchlanishli podstansiyalar modernizatsiya qilindi. Biroq energetika sohasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar bilan bir vaqtda aholining sifatli kommunal xizmatlarga bo'lgan talabi ham tobora ortib bormoqda. Ayniqsa kuz-qish mavsumida elektr va gaz iste'moli keskin ko'payishi tarmoqlarning barqaror ishlashiga jiddiy sinov bo'ladi. Shu nuqtai nazardan qaraganda fuqarolar murojaatlari nafaqat muayyan xonadon yoki mahalladagi muammoni, balki infratuzilmaning qaysi bo'g'inida tizimli kamchilik saqlanib qolayotganini ko'rsatuvchi muhim boshqaruv indikatori hisoblanadi. Prezidentimiz rahbarligida joriy etilgan davlat boshqaruvi tamoyiliga ko'ra har bir murojaat ortida odamlarning kundalik hayoti, turmush sifati va davlat organlarining mas'uliyati mujassam. Shu bois murojaatlar bilan ishlash faqat shikoyatlarni ko'rib chiqish emas, balki boshqaruv qarorlarini qabul qilishning muhim tahliliy manbai sifatida baholanmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevga yoqilg'i energetika sohasida fuqarolar murojaatlarini ko'rib chiqish hamda ularda ko'tarilgan muammolarni kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik doirasida bartaraf etish yuzasidan axborot berildi. Aholini elektr energiyasi va gaz bilan barqaror ta'minlashda fuqarolar murojaatlarini tahlil qilish, ular asosida joylardagi muammolarni aniqlab, manzilli choralar ko'rish muhim ahamiyatga ega. 2026-yilning birinchi yarmida yoqilg'i energetika sohasiga oid 39220 ta murojaat kelib tushgan. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 13820 taga yoki 26.1% kam. Ularning 50% tabiiy va suyultirilgan gaz, 38.3% elektr ta'minoti bilan bog'liq. Murojaatlarda asosan suyultirilgan gaz ballonlarini to'ldirish, elektr ta'minotidagi uzilishlar, elektr tarmoqlarini qurish va ta'mirlash hamda tabiiy gaz bosimi bilan bog'liq masalalar ko'tarilgan. Shuningdek, ularning umumiy soni kamayganiga qaramay, har bir murojaatni alohida holat sifatida emas, balki muayyan hudud, tarmoq yoki xizmatdagi muammoni ko'rsatuvchi muhim signal sifatida o'rganish zarurligi ta'kidlandi. Kuz-qish mavsumi oldidan takroriy murojaatlar kelib tushayotgan mahalla va obyektlarni xatlovdan o'tkazish, elektr va gaz tarmoqlarining texnik holatini o'rganish, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha hududlar kesimida manzilli rejalar ishlab chiqish vazifasi qo'yildi. Ayniqsa elektr ta'minotida uzilishlar ko'p kuzatilayotgan hududlarda tarmoq va transformatorlarni ta'mirlash, avariya brigadalarining shayligini oshirish, tabiiy gaz bosimi bilan bog'liq muammolar mavjud joylarda ta'minot barqarorligini hal qilish muhimligi qayd etildi. Shuningdek, suyultirilgan gaz ballonlarini to'ldirish va aholiga yetkazib berish grafiklariga qat'iy rioya qilish, ehtiyoj yuqori bo'lgan hududlarda qo'shimcha zaxira va imkoniyatlarni safarbar etish zarurligi ko'rsatib o'tildi. Davlatimiz rahbari mutasaddilarga murojaatlarda ko'tarilgan tizimli muammolarni kuz-qish mavsumi boshlanguniga qadar hal etish, bunda mahalliy hokimliklar, mahalla yettiligi hamda kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar bilan birgalikda tizimli ish olib borish zarurligiga urg'u berdi. Mavsumga tayyorgarlik ishlarini muddatida va sifatli yakunlash, aholi hamda ijtimoiy soha obyektlariga tabiiy va suyultirilgan gaz, shuningdek boshqa yoqilg'i resurslarini barqaror yetkazib berish bo'yicha tegishli ko'rsatmalar berdi. Shuni ta'kidlash lozimki, aholi va tadbirkorlarning murojaatlari bizning asosiy samaradorlik ko'rsatkichlarimiz hisoblanadi. Murojaatlarni ko'rib chiqish bo'yicha alohida tizim shakllangan. Raqamlarga qaraydigan bo'lsak, o'tgan yilgi mos davrda O'zbekiston bo'yicha yoqilg'i energetika tizimida 39 mingdan oshiq murojaat kelib tushgan. Gaz ta'minoti bo'yicha, elektr ta'minoti bo'yicha o'tgan yil shu davrga nisbatan 50 mingdan oshiq kelgan bo'lsa, hozir 39 mingdan oshiq murojaat kelib tushgan. Bu degani o'tgan yilga nisbatan 26% ga murojaatlar kamaygan degan. Bu nimadan dalolat beradi? Bu oxirgi yillarda o'sha yoqilg'i energetika tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar, ya'ni qo'shimcha generatsiya quvvatlarining ishga tushishi, o'sha tarmoqlarimiz, uzatish va taqsimlash tarmoqlarimizni modernizatsiya qilinishi, ta'mirlanishi bo'yicha va umuman aholi bo'yicha ishlaganda o'sha aholini energiya samaradorlik ko'rsatkichlarini yaxshilash bo'yicha olib borilayotgan har bitta o'sha dasturlardan natijasi deb bilaman. Bu degani hamma joyda 100% yaxshi bo'ldi degani emas. Hali ishlar bosqichma-bosqich amalga oshirilyapti. Hali ham misol uchun muammolar mavjud. Ba'zi hududlarimizda o'sha podstansiyalarimiz, o'sha transformator punktlarimiz yuklama ostida ishlayotganlari bor hali ham. Bu misol uchun respublika bo'yicha 1800 dan oshiq, misol uchun oddiy 35-110 kilovoltlik podstansiyalarimiz bo'ladigan bo'lsa, shuni hozir 30% ga yaqinda modernizatsiya qilib bo'ldik. Qolgani bosqichma-bosqich yillar kesimida reja qilib olganmiz o'zimizga.
Ular uchun juda katta mablag' kerak. Mana hukumatimiz tomonidan har yili davlat hisobidan pul ajratilyapti bu masalaga. Mablag' ajratilyapti. Ya'ni o'sha mablag' hisobiga har yili bosma-bosqich ularni modernizatsiya qilish, yangi podstansiyalarni qurish bo'yicha ishlar amalga oshirilmoqda. Murojaatlarga qaraydigan bo'lsak, murojaatlarda 50% dan oshig'i o'sha aholiga tabiiy va suyultirilgan gaz yetkazib bo'yishdagi murojaatlar. Ya'ni o'sha gaz ballonlarini tarqatganimizda o'sha vaqtida yetib bormasligi masalasi, o'sha tizimli muammolar bor. Bular bo'yicha bizlar alohida hozir raqamlashtirishni kuchaytirib, raqamlashtirilgan tizim joriy etyapmiz. Bu o'sha keskin murojaatlarni kamayishga olib keladi. Mana hurmatli prezidentimiz tomonidan o'sha mahalliy yettiligi bilan, o'sha hududdagi hokimlar bilan birgalikda ishlab, o'sha qish mavsumi boshlangunga qadar mana shu murojaatlarni keskin kamaytirib, tizimli ishlarni joriy etib, kuz-qishga tayyorgarlik bo'yicha alohida topshiriq berildilar. Energetika tarmog'ida yangi bosqich o'tyapmiz. Energetika shu vaqtgacha hozir generatsiya obyektlarini qo'ydik, asosiy ishlab chiqarish obyektlarini. Bundan buyon energetika tizimida asosan raqamlashtirish, infratuzilmani yangilash bo'yicha ishlar olib boriladi. Keyingi 4 yilda 5000 kilometrga yaqin uzatish va taqsimlash tarmoqlari modernizatsiya qilinadi. Yangi podstansiyalar quriladi. Bularning hammasini raqamlashtirilgan avtomatik boshqaruv tizimi joriy etiladi. Bu o'sha murojaatlar, aholidan tushadigan murojaatlar ko'l markazlarini yangilash, ya'ni unga sun'iy intellektni joriy qilish, barchasi bo'yicha hozir yangicha strategiya ishlab chiqarmoqchimiz. Ya'ni yoqilg'i energetika tizimida yangi bosqich, ya'ni raqamlashtirilgan energetika tizimiga o'tamiz. Bugungi havo haroratining isib ketishi, anomal issiqlikning kelishini oldini olish bo'yicha viloyatimizda tezkor shtab tashkil etildi. Asosiy ikkita yo'nalishga urg'u beryapmiz. Gaz ballonlarini o'z vaqtida to'ldirish va aholiga yetkazib berish masalalari. Ikkinchisi elektr ta'minotidagi uzilishlar, transformatorlarimizni ta'minlanish holatlari bo'yicha aholining murojaatlari kelib tushyapti. Murojaatlarni tezkor tashkil etish bo'yicha bugun gaz ta'minoti korxonalari tomonidan 14 ta ta'mirlash brigadalari tashkil etilgan. Ularga 101 ta maxsus texnikalar berildi. Mana shu 101 ta texnikalarimiz bugun Termiz shahri va barcha tumanlarimizga gaz ballonlarida aholimizga, ya'ni chekka hududlarda o'z vaqtida yetkazib berish yo'lga qo'yiladi. Shu bilan birgalikda viloyatimizda tog'li hududlar bor. Tog'li hududlarimizda olis qishloqlar joylashgan. Mana shu olis qishloqlarimizga ham tog'li hududlarda yuradigan gaz balloni tashiydigan 7 ta mashinamiz bor. Elektr ta'minoti bo'yicha viloyatimizda 74 ta maxsus brigadalar tashkil etildi. 74 ta maxsus brigadalarga maxsus 35 ta yangi elektr ta'minoti korxonalarining uzilishlarga sababchi bo'layotgan ehtiyot qismlarini yetkazib beruvchi mashinalar tashkil etildi. Shu bilan birgalikda bugun shuni aytishimiz kerakki, hurmatli prezidentimizning 141-sonli qarorini ijrosini ta'minlash maqsadida ham 200 ga yaqin yangi transformatorlar o'rnatilyapti. Mana shu 141-sonli qarorda bizga asosan 5 ta tuman tushgan. Bu Termiz, Angor, Sherobod, Muzrobod, Boysun tumanlari. Mana shu tumanlarda ham biz qarib 200 ga yaqin transformatorlar yangidan o'rnatib beryapmiz. Eskilarini olib rekonstruksiya qilib beryapmiz. Shu bilan birgalikda 258 kilometr tarmoq yangidan ta'mirlandi. Viloyatimizda zaxiramizda 2000 ga yaqin gaz ballonlar zaxirasi bor, lekin bu yetmaydi. Biz hudud gaz ta'minoti aksiyadorlik jamiyati bilan gaplashib, ularga buyurtma berdik. Mana kuz-qish mavsumi boshlangunga yana 3000 dona bizga gaz ballon ehtiyoji bor. Mana shu gaz ballon bo'yicha biz qisqa vaqtlarda yetkazib viloyatimizga olib kelamiz. Bugun aholimiz qolaversa ijtimoiy sohani ko'mir mahsulotlari bilan ta'minlash bo'yicha oldimizga reja qilib olganmiz. 135 ming tonna rejamiz bor. 41 ming tonna bugun biz ijtimoiy sohaga, ya'ni maktab, bog'chalarimizga va shifoxonalarimizga yetkazib beradigan ko'mirlarimiz bor. Bugungi kunda 17 ming tonna ko'mir yetkazib kelindi. Aholini energetikaga bo'lgan, ya'ni transformatorlarga, tarmoqlarning uzilishiga, transformatorlar ta'minlanishiga, gaz ballonlariga ehtiyojlariga bo'lgan hududlarni alohida tizim qilib o'rganyapmiz. Bu o'z navbatida ko'rinibdiki, mana shu ikkita sohada bo'layotgan muammo va kamchiliklarni bizga bu signal deb qabul qilamiz va mana shu yo'nalishlarga alohida urg'u beryapmiz. Bugungi kunda hurmatli prezidentimiz tomonidan barliq tarovlar qatorida energiya resurslarini unumlab, qayta tiklanuvchi energiya dereklarini yengizu, xalqda ekologiyalik toza elektr energiyasi bilan ta'minlash masalasine de ayriqcha e'tibor qaratilib, o'rinlarda bir qator amaliy ilojlar olib borilmoqda. Atab aytganda, Ministrlar Kabinetining 2025-yil 24-oktyabrdagi 673-sonli qarori bilan energiya unumlovchi uskunalarni sotib olib ham o'rnatuv bo'yicha xalqimizga bir qator yengilliklar berilib, bu berilgan yengilliklar natijasida 2948 fuqaroga 21 milliard so'mdan ortiq subsidiya ajratilib, 21,8 megawatt quyosh panel, 300 litr geokollektor ham 182 kilovatlik issiqlik nasoslari o'rnatildi. 2026-yil 6 oylikda 4,7 million kilowatt soat elektr energiyasini unumlov reja qilingan bo'lsa, olib borilgan жұмыстар natijasida 64,3 million kilowatt soat elektr energiyasini unumlovga erishildi. Tabiiy gaz tarafında unumlov rejasi 27,1 million metr kub belgilangan bo'lsa, amalda 32,7 million metr kub tabiiy gaz ekonom qilindi.
Сондай-ақ жаңылғы энергетика тарауында алып барылып атырған әмели жұмыстардың нәтижесінде 2025 жылға салыстырғанда мұражатлардың саны 62%-ке азайған. Атап айтқанда электр тәминаты бойынша 2025 жыл осы дәуірге 570-тен астам мұражатлар келген болса, 20%-ке азайып, бұл көрсеткіш 26 жылы 460 мұражатларға азайған. Газ тәминаты бойынша 49%-ке азайған болып, яғни 25 жылдың осы дәуіріне 901 мұражат келген болса, биыл 451 мұражатлерге азайған. Бұндан тысқары жеке тұрақ жайлар һәм социалдық объектілерді көз қысымасуына таярлық көру мақсатында 1462 км электр тармақлары һәм 490 дана трансформатор пунктлерінде ірі оңлау жұмыстарын алып барылып, сондай-ақ газ тарауында 1257 км газ тармақларында оңлау жұмыстары алып барылған, һәм 151 дана ГРП демонтаж қылынып, 15724 қожалықтарға газ регуляторлары орнатылды. Бүгінгі күнде бұл жұмыстар еледе давам еттіріліп, көз қыс маусымын зиянсыз өткеру бойынша барлық ilojlar ko'rilmoqda. Joriy yilda aholiga qulaylik yaratish maqsadida obodonlashtirish, elektr ta'minoti va gaz ta'minoti bo'yicha maxsus texnikalar olib kelindi. Andijon viloyati aholi soni yildan yilga ortib bormoqda. Bu esa o'z navbatida energetika sohasida talablarni oshishi bilan bir qatorda kommunal sohada yanada ko'plab islohotlarni amalga oshirish zarurligini bildiradi. Birgina misol 2026-yildan yoqilg'i energetika sohasiga oid fuqarolar murojaatlari 5260 tani tashkil etadi. O'tgan yilning mos davriga nisbatan 536 taga kamaygan. 26-yil amalga oshirilgan ishlar bo'yicha elektr tarmog'ini o'zida 1558 kilometr elektr uzatish tarmoqlari hamda 541 dona transformator punktlari ta'mirlandi. Shuningdek, viloyatda 211 kilometr elektr tarmoqlari hamda 103 dona transformatorlar o'rnatish ishlari davom etmoqda. Suyultirilgan gaz bo'yicha suyultirilgan gazdan foydalanuvchi jami 494.624 ta iste'molchilar mavjud bo'lib, aholiga suyultirilgan gazni muntazam yetkazib berish bo'yicha gaz ta'minoti bo'yicha jami 125 nafar muhandis xodimlardan iborat 20 ta avariya brigadalari tashkil qilindi hamda 76 ta maxsus transport vositalari shay holatga keltirildi. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, o'tgan yilga nisbatan energetika sohasi bo'yicha murojaatlar kamayishga erishilgan. Sababi ko'plab qilingan chora-tadbirlar, qo'shimcha olib kelingan texnikalar, maxsus texnikalar ga to'g'ri keladi. Endi umuman olganda energetika sohasi bo'yicha aholini rozi qilish bo'yicha keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Hurmatli prezidentimiz tomonidan energetika xavfsizligi, davlat xavfsizligi degan topshiriqni bergan. Shunga ko'ra viloyat hokimimiz tomonidan keng ko'lamli ish reja qilib olganmiz. Shu ish rejaga asosan kunma-kun so'rov bo'lyapti. Nafaqat elektr energiyasi bo'yicha, gaz bo'yicha va boshqa kommunal sohalar bo'yicha ham keng ko'lamli ishlar davom etmoqda.